Kelajak avlodimiz taqdiri, butun millatimiz, xalqimiz, davlatimiz taqdiri muhtaram muallimlarga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, muallim va ustozlar kelajak taqdiri, yosh avlodni tarbiyalaydigan eng oliyjanob insonlardir. Zero ustozlar sham misoli hayot yo'llarimizni bilim saboqlari bilan yoritib beradigan fidoyilar. Har bir inson qalb qo'ridan hurmat ila joy egallaydigan ustozlar ayyomi 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Uchko'prik tumanida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan hamda O'zbekistonda kasbiy uyush bilan tashkil bo'lgan 120 yilligi bilan mana bugun Uchko'prik tumani ta'lim sohasida fidoyi ishlayotgan ustozlar uchun bayram tadbiri tashkillandi. Men shu munosabatdan foydalanib butun Uchko'prik tumani o'qituvchi xodimlarini hamda butun viloyat, respublikadagi o'qituvchi xodimlarini samimiy muborakbod etaman. Aziz hamkasblarim, ustozlarim, faxriylarimiz, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan barchangizni muborakbod etaman. O'zbekiston Respublikasi kasb uyushmalari tashkillanganligining 120 yilligi hamda 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan tashkillangan tadbir avvalida bu yil aynan davlatimiz rahbari tomonidan ta'sis etilgan ko'krak nishoni hamda medallar bilan taqdirlangan pedagoglar alohida e'tirof etildi. Mana men 40 yildan buyon shu o'qituvchi lavozimida ishlab kelyapman. Mana shu o'qituvchi lavozimida ishlab kelgan darajasida men hozirgacha bo'lgan sharoitda qanday o'qituvchiga e'tibor berilmagan. Mana hozirga kelib prezident tomonidan nihoyat katta e'tiborlar berilyapti, sharoitlar yaratilyapti. Sport bilan shug'ullanadigan sport bilan shug'ullanadi, musiqa bilan shug'ullanadigan musiqa bilan shug'ullanadi. Mana sportga erishgan yutuqlarimizni hisobga olib prezident tomonidan menga sog'lom turmush medali bilan taqdirlandi. Men bundan xursandman. 4 yil davomida men hozirda 3 ta medal sohibi bo'ldim. Milliy iftixor medali bilan taqdirlandim. Prezidentimizga katta rahmat aytaman va shu fursatdan foydalanib o'qituvchi va murabbiylar bayrami bilan hammalaringni muborakbod etaman. Shundan so'ng tumandagi umumyurtda ta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida fidokorona xizmat olib borayotgan jamiki soha vakillariga ta'lim va fan xodimlari Uchko'prik tuman bo'linmasi tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari tantanali topshirildi. Bizga o'qituvchilarga ko'rsatgan prezidentimizning e'tibori, hurmati, bizga yaratib bergan imkoniyatlarning oldida biz boshimiz yerga tekkincha ta'zimdamiz. Shu respublikamiz kasaba uyushmasi xodimlariga, rahbarlariga, tuman, viloyat rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barchaga o'zgacha shukuh baxsh etgan bayram tadbiri shundan so'ng san'atkorlar tomonidan ijro etilgan sho'x taronalar, o'yin-kulgular bilan davom etdi. Qalbi ummondek bilimgalim, yuzida ilm nuri yonib turadigan, so'zi o'ylanishga, harakatlari esa diqqat ila saboq olishga undaydigan mehr ummonlar ayyomi 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni barchangizga muborak bo'lsin, aziz ustozlar.